Yorqinjon domla to'g'risida suhbatimiz hali davom etyapti. Domlamizni bitta zo'r xarakter deymizmi, shunaqalari bor edi. Qat'iyat deydi-yu, iroda. Bir narsaga berilsalar, o'sha narsani oxiriga yetkazib qo'yardi. Bunga misol No'monjon qori degan qori o'zi Yorqinjon domladan ancha kichkina. Yorqinjon aka Qur'onni yodlab olgayizda deganda, shu bolani gapi bilan yodlab olganlar. 30 pora Qur'on. Yorqinjon aka Qur'onni yodlab olgayizda dedi, u qori murattabda No'monjon qori. Bitta o'tirishda o'qib bergan. U hamma ham ko'p odam o'qib beraveradi. Bizni vodiydagi eng katta qori akaga o'qib bergan, Muhammadxon qori akaga. Muhammadxon qori aka 30 porani tekshirib turib, bitta xato topolmagan. Bir Arabistondan kelgan odam, shu odamni Qur'oni tushadi deb turib ketgan odamda u. O'sha odam xato topolmagan. Qori degan, manetini ham bunday qilib oling degan, bu xato bas degan. Sal g'alat bo'lyapti degan. Xatodan asroq bo'ladi-da u. Boshqa odam bo'lganda aytmasin degan. Sizga aytyapman. O'sha No'monjon qoriga. U kosonlik bo'lgan, tojik. No'monjon qorini akasini ayasi qori qilaman deb shuna harakat qilgan. Nimadir bo'lib bo'lolmagan, mazasi qochgan, boshqa bo'lgan. Lekin No'monjon qori maktabga borib kelib turib yodlab olgan. Onani himmati bor-ku. O'g'lim qori bo'ladi degan, baribir o'g'li bo'lgan. Bunisi ham o'g'li, buni ham o'g'li. Narigi o'g'liga bo'lgan ahamiyat aslida. Lekin Xudoning fazlini qarang, ukasi bo'lgan. Ertaga onani himmatida, meni bolam qori bo'ladi deganda, o'sha No'monjon qori Yorqinjon domlalarga kelib, billa Oq Qur'onga borishgan. Billa yurishganda Yorqinjon aka Qur'on yodlamay deganda, shu bolani gapiga yodlagan mana. U haliga qori qilishda qiyinchiligini hamma biladi-yu. Bu ham bir gap. Ikkinchisi, Hindistonga borganlarida arab tilida gaplashadi domlalar bilan, ustozlar bilan. Ustozlar arab tilida dars beradi domlaga. Bir katta shayx Yorqinjon domlaga aytganda, senga hozir ustozlar siz hindchani bilmas ekansiz deb turib arabchada beraveradi darsda. Lekin hech qaysi odam o'zini tuyg'usini, hissini, tuyg'usini o'zini ona tilida ifoda qilganchalik boshqa tilda ifoda qila olmaydi degan. Shuning uchun hindcha, urduchani o'rganishga majbursiz. Shuni o'rganib oling deganda, shu odam bitta odamning maslahati bilan bitta tilda o'rganib olganlar. Hind tilini. Hind tilini gapirganda hindlar sen qancha bunchalik gapiryapsan, qayerda o'rgangansan, qachondan o'rgangansan, shunchalik tinor gapirasan derkanda. Chekka kelgandan keyin desa ishlamas ekan. 3 oyda ichida shundaqaga chiqib qolganda, 3 oyda. Hind tili boshqa tildan qiyin. Qancha qiyin desangiz, bitta misol, ning qo'shimchasi bor-ku. Ning hayvonga boshqa qo'shiladi, odamga boshqa qo'shiladi, jonsiz narsaga boshqa qo'shiladi. Biz odamning, hayvonning, olmaning qo'shaveramiz bitta. Ularda boshqa bo'ladi. Eng qizig'i, o'shani yozadigan qoidasi yo'q. Mana so'z kelganda qo'shiladi, mana qo'shga demaydi. Ularga, hindlarga qayerdan o'rgansa, shu ota-onamizdan eshitdik. Qiyinligi shunaqa. Uni anaqa grammatikasi yo'q-da. Domla shu darajada hindchani o'rganganki, hind tilida apandit beradi hindlarga. Uning uchun u anaqa o'zini sohasidan boshqa sohada bu. Kitobni gapi, ilmli suhbatlarda boshqa gap. Ularni ichida apandit kuldirish uchun hindchan zo'r bo'lish kerak-da. O'sha apandilardan bittasini aytib beraymi? Domla sizlar nimaga qalampirni ko'p yeysizlar? Hikmatini bildim deb. Qalampir toruzgan qalampir qo'shib. Hamma narsaga qo'shaveradi hindlar. Nimaga sizlar qalampirni ko'p qo'shib yeyishinglar hikmatini bildim desa, qayerdan bilding desa, nimaga unaqa qilamiz ekan deb desa, hamma unaqalar mikrobga to'la ovqatlaring. O'sha qalampir kesib turadi. Mikrob. U qayerdan keldi bu fikr? Sal hojat o'tirganda keldi. Domla ashuna qilib ularda yumor kam hindda. Ashillatish, kinoga unaqa zo'r. Yumorga kelganda pastroq. Domla o'shalar o'zini tilida
Apazi davet berardi. Hindchani o'ta zo'r bilganini. Tushundingizmi? Alloh rozi bo'lsin. Rahmat.